Assalomu alaykum hammaga va nihoyat 34 yil deganda O'zbekiston terma jamoasi futbol bo'yicha jahon chempionatiga chiqdi. Bu tarixiy g'alaba. Biz bolaligimizdan orzu qilganmiz. Qachon O'zbekiston jamoasi ham chiqar ekan? Qachon jahon chempionatini kuzatganda biz boshqa davlatlarda futbolchilarga emas, O'zbekistonning o'zini futbol jamoasiga muxlislik qilamiz degan juda katta xohishimiz bo'lgan. Lekin mana yillar o'tib shu natijaga erishishdi. O'zbekistonning terma jamoasi, bugungi jamoa haqiqatan juda ham kuchli. Yoshlari ham ko'rinib turibdi, bunaqa kuchli jamoa tarixda haqiqatan bo'lmagan. Va bu g'alaba haqiqatan hammamizga yaxshi zo'r hayitlik bo'ldi, Qurbon hayiti oldidan. To'g'rimi Berdiz aka? To'g'ri. Hammani tabriklaymiz g'alaba bilan. Mana biz ham qishloqda butun qishloq yoshlar qatori biz ham o'tirib kuzatdik. Katta rahmat. Bizning futbolchi ukalarimizga katta rahmat. Mingdan ming rozimiz. Mana shunaqa chiroyli hayitlik uchun rahmat. Bayramga mos yana bir qo'shaloq katta bayram bo'ldi. Nasib qilsa jahon chempionatida bundan keyin hammamiz endi biz O'zbekiston jamoasiga muxlislik qilamiz. Bu yog'iga qanaqa natija bo'ladi hozir uni o'ylamayapmiz. Eng muhimi chiqdi o'sha yergacha jahon chempionati. Bu katta gap. Rahmatli Hojiboy Tojiboyev aytar, hech bo'lmasa chiqib bitta marojni yeb kelsa ham rozimiz derdi. Lekin shunaqa chiroyli bir natija bo'ldi. Hammaga rahmat. G'alaba hamma o'zbekistonliklarning g'alabasi. Nafaqat bu O'zbekistonni, balki Markaziy Osiyo mamlakatlari O'zbekistonni qo'llovchi, bizni nima deydi, eng yaqin bo'lgan qo'shnilarimizni hammamizni bir bayramimiz desak ham bo'ladi. Bunaqa g'alabalar bardavom bo'lsin. Yigitlarga, bizni terma jamoamizni darvozaboniga alohida rahmat. O'tkirbek Yusupov adashmasam, Sirdaryolik Sayxunoboddan yigitimiz Abbosbek Fayzullayevga, Abduqodir Husanov, Masharipov, Eldor Shomurodov, xullas hammasiga, hamma jamoa a'zolariga, ota-onalarga ham katta rahmat. Sog' bo'linglar. Bizni xursand qildinglar.